Farzandingiz ulg'aygani sari xulqidan xavotirdamisiz? Atrofdagi o'rtoqlar ta'siridan qo'rqyapsizmi? Tarbiya va ta'lim birgalikda kafolatlangan maktab izlayapsizmi? Rahimov School'da bu muammoning aniq yechimi bor. Maktabimizda axloqiy ball tizimi joriy etilgan bo'lib, agar o'quvchining xulqida biror bir buzilish holatlari sezilsa, belgilangan miqdordagi ball darhol ayriladi. Xo'sh, qanday holatlarda o'quvchidan ball ayriladi? Darsga sababsiz kirmaslik, so'kinish va qo'pol muomala, ustozga hurmatsizlik va boshqa maktab qoidalariga zid harakat qilish. O'quvchining bali pasaygani sari unga ko'riladigan chora ham kuchayadi. Bali 70 ga tushsa, ustoz va psixolog suhbat o'tkazishadi. 50 ga tushsa, ota-onasiga xabar yuboriladi. 30 ga tushsa, ota-onasi maktabga taklif qilinadi. 0 ga tushsa, o'quvchi bilan mutlaq xayrlashiladi va qayta maktabga qabul qilinmaydi. Biz bu tizim orqali quyidagilarga erishmoqdamiz. O'quvchilarimiz o'z xatosini ana shu onda anglab, uni boshqa takrorlashmayapti. Ular o'z xulqida ehtiyotkorroq, mas'uliyatliroq bo'lishmoqda va ota-onalarimiz ham o'z farzandining xulqini muntazam kuzatib borishmoqda. Yil boshidan buyon axloqiy ko'rsatkichlarimiz keskin yaxshilandi. Eng muhimi, biz axloqi nolga tushgan o'quvchilarni aslo ushlab turmaymiz. Bu esa farzandingizni sog'lom va toza muhitda o'qishini kafolatlaydi. Bu oddiy nazorat emas. Bu farzandingiz kelajagiga, jamiyat oldidagi mas'uliyat bilan yondashuvdir. O'qituvchi, kurator, psixolog va ota-ona barchamiz bir maqsad sari harakatdamiz. To'g'ri ta'lim va to'g'ri tarbiya. Rahimov School yaxshi bilim va yaxshi axloq ham kerak deganlar uchun.